Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugun AI Latex Overleaf 3 instrumentdan foydalanib ders materiallari tayyorlash to'g'risida kichkina bir video lavha qilmoqchiman. Mana sizlarga endi video uzun bo'lmasligi uchun shu yozgan nimamni promptimni ko'rsataman. Cloudda yozdim. Statistika fanidan gipotezalarni tekshirish mavzusida chap tomonlama, o'ng tomonlama va ikki tomonlama tekshirish bo'yicha har qaysisiga ikkita misoldan latex formatda yozib bergin dedim. Yozdi, lekin latex formatda yozmadi. Mana misollar bor. Har bitta nimaga o'ng tomonlama uchun ikkita, keyin ikki tomonlama tekshirish uchun ikkita hypothesis testing, ya'ni gipotezalarni tekshirish bo'yicha misol yozib berdi. Endi latex formatda yozmagan uchun yana bir marta prompt yozdim. Misollarni latex formatda yozgin, Overleaf'ga kopyalamoqchiman dedim. Mana ko'rib turibsizlar, latex formatda yozib berdi. Endi latex formatni qayerda zo'r hozir ko'rsataman sizlarga shuni. Kopyalab olamiz. Overleaf saytini o'tamiz. Men bu yerda yangidan ochaman sizlar uchun. Overleaf.com overleaf.com saytga o'tamiz. New project deymiz. Blank projectni ochamiz. Yangisini yozamiz. Hypothesis testing. yoki o'zbekcha yozaylik. Gipotezalarni tekshirish. Create dedik. Yangi Overleaf ochdi. Mana Overleaf'ning ichida dokument suv deb yozdi. Buni Ctrl A deymiz, hammasini belgilaydi, delete deymiz. O'chirdi. Ctrl V deymiz. Mana yoqdan kopyalab olganimizni Cloud'ni yozib bergan promptini bu yerga tashlaymiz. Endi shu yerda bu yozuvlarga e'tibor bermaysizlar. Mana shu yerda after degani bor. Masalan, afterni o'zgartiramiz. Zohid Rahimov virgül qo'yamiz. PhD virgül qo'yamiz. Ma'mun universiteti. Data. Bugungi chisloni qo'yamiz. 23-fevral 2026-yil. Dedik, bo'ldi. Endi recompile deymiz. PDF ga aylantiramiz. Ana, ko'ryapsizlarmi? Statistika, gipotezalarni tekshirish, Zohid Rahimov PhD, Ma'mun universiteti 23-fevral 2026-yil. Contents'ni ham o'zbekcha yozmabdi. Contents'ni qayerda ekan? Contents chap tomonlama tekshirish. İngilizce qala qolsin. Xo'p, contents qolganlari o'zbekcha. Endi chap tomonlama tekshirish mana. O'ng tomonlama tekshirish 2 misol. Ikki tomonlama tekshirish 3-1 bilan 3-2 misol. Keyin xulosa jadvali ishlatiladigan formulalar. Ko'rdingizlarmi? Demak, darsda foydalanish uchun juda yaxshi formatda tuzilgan bir tarqatma materialni tuzatib oldik. Endi buni download deymiz. Mana PDFda tushirib olamiz. PDFda tushirib oldik va ko'rishlarimiz mumkin. Yangi chisloda qilingan, yangi. Hali turklar aytadi, sıcacık deb, tandirdan yangi chiqdi. Gipotezalarni tekshirish. Ertaga darsim bor. Gipotezalarni tekshirish bo'yicha dars o'tmoqchiman. 23-fevral deb yozib qo'yibman. After yozilgan va chiroyli оформление qilingan bizning tarqatma materialimiz bor. Bolalarga shunday qilib testlar, savollar, misollar qilishlaringiz mumkin va har dars uchun men mana shunday tarqatma materiallar o'zi qilib boshladim. Buni men bizda universitetda shu IT'chilarimiz sog' bo'lsinlar, shu Overleaf'da, Latex'da ishlatinglar deb bizlar metodologiya bo'yicha dars berishdi. O'sha yerda o'rganib oldim. Yaxshi bo'ldi. Shuning uchun sizlarga ham tavsiya qilaman. Shuning bilan Overleaf bilan, Latex bilan bog'liq live hackimiz haqidagi qisqacha darsimiz tugadi. Videolarimiz yoqqan bo'lsa, like bosishni, obuna bo'lishni unutmang. Salomat bo'ling.